Hemenlar kütüvatkan Uyghur Latin yazıqının dərsi geldi. Ən asasqı hazırki yaşadaki Uyghurcha tilini torda pininç qilib, umumyüzlük xata yazıb işiltişdek əhvalını tüzdüş və vətən içi sırtidagi qiziquvchilarning o'rganishiga, ishiltishiga qulaylik yaratish uchun. Bizlab kelayotgan pinincha amaliyotda u latin harfi bo'lib, ammo uning asli o'lchamlik holatdagi Uyg'urcha yozilishi bor. Lekin butun tur bo'yicha buni xato ishiltish bir qadar og'ir. Asosqi bu xil pinincha holatdagi Uyg'urchani o'lchamlik holatdagi Uyg'ur latin yoziqi bo'yicha yozish maqsadida qarindoshlarga sunmoqchi. Uyg'ur latin yoziqini 2000-yili Xinjiang dashu bilan Avtonom rayonlik kompyuter uchur jamiyati birlashib tuzib chiqib tarqatgan. Maqsad tor va raqamlashgan ish bajarishga texmi qulay va texmi moslashtirish uchun. Alohida askar chiqib qo'ysam, bu yangi yoziq emas, oldin qitam til to'g'riliq so'zlab chiqsam, cho'nglar bilan yoshlar bak talishib ketibdi. Chunki ba'zilar shu Uyg'ur latin yoziqini yangi yoziq deb o'ylab olgan. Shuningdan keyin jidal boshlandi ekan. Garchi cho'nglar biladigan Uyg'ur yangi yoziqmi latin harfini asos qilsa-mu, Uyg'ur yangi yoziq bilan Uyg'ur latin yoziqi ikkisi butunlay o'xshamagan ikki xil uqum. O'xshamagan ikki xil yoziq sistemasidir. Bu ikkilisi bir-biriga o'xshamaydi. Mao yaxshi, av najar, mao bo'ladi, av bo'lmaydi deb yam boshchilab yetibilib, shu baho yozishga amroqlar, inkas yozmanglar. Masalan, odam degan so'zni ko'pincha kishilar pininchida odam deb yozib oladi. Lekin buningda a bilan a tavushiga o'rtaq holatda latinchadagi a ning o'rtaq ishlatadigan xato holatini paydo qiladi. Amaliyotda a ga latin harfidagi a, a ga latin harfidagi a harflari to'g'ri keladigan bo'lib, shunga odam degan bu so'zning to'g'ri yozilishi odam bo'ladi. Qandaroq ahvolinglar degan bu jumlani asli to'g'ri paytda o'qisak, qandaroq ahvolinglar bo'lib qoladi. Ya'ni pininchidagi ki harfini ki harfi bilan qiga o'rtaq ishlatishda xatoliklar mavjud. Amaliyotda qi harfini Uyg'ur latin yoziqida latinchadagi q bilan ifodalaydi. Bizda kelayotgan pinincha u amaliyotda latin harfi bo'lib, buni yoshlar texmi oson qabul qilib o'rganalaydi. Chunki hamma yoshlarning asosan degidek pinin savodi bor. Biz faqat ma'lum alohida harflarni la asosli qilib so'zlab chiqmoqchi. Hammamizning garchi Uyg'urchani tilpunda pininchi qilib yozsaqmi, uni o'lchamlik holatdagi Uyg'ur latin yoziqi qilib yozib, o'lchamlik holatda davom etishini umid qilamiz. Undaq bo'lsa bizni qetib olishni unutib qolmang, at birinchi qismi yo'llanadi.